Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Bobo Arab jome masjidida keyingi etap qurilish ishlari boshlandi. Mana ustalarimiz kelib ishlarni boshlab yana davom etyaptilar. Alloh taolo kuch-quvvat bersin bu ustalarimizga ham va bu masjidda xizmat qilib turganlar, xayr ehson qilib turganlardan ham Alloh o'zi rozi bo'lib ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Inshaalloh siz aziz homiylarimiz mana shunday bir ko'maklashib turadigan bo'lsalaringiz, inshaalloh tez kunlarda bu masjidlarimiz bitadi. Alloh taolo bu xayr ehson qilib turganlardan, xizmat qilib turganlardan rozi bo'lib ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Endi Xudo xolasa mana masjidimizni ichki qismiga o'tamiz. Ichki qismida ya'ni hujralari monolit bo'lib turibdi. Monolit bo'lyapti. Mana bu kolonalar qo'yilib turibdi. Alloh taolo kuch-quvvat bersin bu sizlarga. Mana bu kirish qismidagi eshigimiz. Turimiz hozir. Mana bu kirish qismlari. Bu tomondan kiriladi. Mana bu ustlari monolit bo'lib turibdi. Monolit bo'lib turibdi. Bu masjidda kirish qismi. Mana o'ng tomonda xonalari, bor kattagina hujralari, xonalari va bu lestnitsa joyi. Bu tomonlar inshaalloh hujra, yana kabinet bo'ladi. 3 etajdan iborat. Har bir tomonda 3 tadan xona, ya'ni kirish qismini o'zida 6 ta kattagina xona, kutubxonasi bo'ladi inshaalloh. Bu chap tomondan kirish qismi, mana chap tomondagi xonalar monolit bo'lib turibdi. Bu lestnitsa plashatka, ya'ni bu lestnitsa bilan chiqadigan joyi. Ikkinchi etajga, ya'ni 3 etajdan har bir tomoni iborat bo'ladi. Va bu masjidning ichiga kirish qismi. Xudo xolasa ichkarini qismini o'zi 35 ga 35 anchagina katta joy. Bu balkalar qo'yiladi inshaalloh. Mana bu yerda kelaverishda bu mehrob joyi. Mehrob qismi. Bu mehrobning usti ham monolit bo'ladi inshaalloh. Mehrob tomonda bu mehrob joyi. Bu kirish qismlari bor, eshiklar qo'yilgan. Qajarnihot. Va bu atrofdagi mana bu yerlarda masjidning ichma qismi ko'rinishi. Ustalarimiz ishlab turibdi. Alloh taolo kuch-quvvat bersin barchalariga. Alloh ehson qilib turganlardan ham rozi bo'lsin. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning muborak hadis shariflarida keladi, kimda kim bir masjid qurishlik uchun bir kaklikning inichalik, bir qushning inichalik bir xizmat qiladigan bo'lsa yoki xayr ehson qiladigan bo'lsa, Alloh taolo qiyomat kunida unga qasrlar bino qiladi deganlar. Allohim mana shu qasrlarga bino bo'lishlikka sababchi bo'lishlikni Alloh o'zi avvalo o'zi nasib qilsin. Bu qasrlarga xayr ehson qilib turganlardan Alloh o'zi rozi bo'lib o'zi nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qurilishimiz davom etyapti inshaalloh.